Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda Craft Gaming. Xullas do'stlar, sizlar bilan anchadan beri video chiqarmadim. Ana endi chiqaryapman do'stlar. Qanday video desanglar do'stlar, hozir biz top 7 ta modni obzor qilamiz do'stlar. Video boshlanishidan oldin like, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki biz 100 ta bo'lmoqchimiz. Bo'lmasamiz boshladik. Xo'p, qarang. Do'stlar, birinchi mod. Xo'p, qaranglar, mana bunday mod. Har xil daraxtlar qo'shib beradi bizga. Mana shunday daraxt. Bitta bu emas, hozir do'stlar ko'rsataman. Hop, bu yoqqa qarab, mana bu daraxtlarga o'tsanglar, qaranglar, qancha daraxt bor do'stlar. Rang-barang, qanaqadir ko'k, sariq. Bu oddiy, mana bunaqa siyoh rangmi, qanaqadir uch-ko'r daraxtmi, nimadirlar, xullas. Mana shunday daraxtlar bor. Mana shularni eksanglar do'stlar, juda ham chiroyli va dunyolarni chiroyli qilib beradi. Bular o'zi paydo bo'ladi. Ekmasanglar ham bu nimagadir ekib bo'lmayapti. Buni ham ekib bo'lmayapti. Buni ekdi. Xo'p, qaranglar do'stlar, tirs. Ko'rdinglarmi do'stlar, qanchalik chiroyli daraxt? Wow, lekin xullas, keyingi daraxt bo'lsa, qanaqadir oltinli daraxt ekan. Qani? Xo'p, mana do'stlar o'sdi. Ko'rdinglarmi? Bu kichkinagina daraxt ekan, lekin buni mevasi ham bor do'stlar. Mana ko'rinib turadi mevasi. Buni ustiga bitta bosib turasizlar, o'zi tushadi mana. Ko'rdinglarmi? Juda ham zo'r. Xo'p. Bu bo'lsa qanaqadir ko'k ekan, qani? Oho, mana do'stlar, bunisi archaga o'xshagan daraxt, ko'k faqat. Xullas, har xil. Mana bu rang-barang daraxt bo'lsa, juda ham zo'r daraxt. O'zim ko'rdim. Mana ko'ryapsizlarmi? Buni yog'ochidan bo'lsa, yil rang-barang taxta qilsa bo'ladi do'stlar. Ya'ni do'stga. Mana bunda meva sovyapti. Shu mevani ustiga bosib turasizlar, ana tushadi. Ko'rdinglarmi? Juda ham zo'r. Xo'sh do'stlar, top 2-chi modimiz bo'lsa, qaranglar do'stlar. Hop, mana bu inventarga kirasizlarda do'stlar. Pi6 degan mod, item Pi6 degan mod. Hop, hozir ko'rsataman do'stlar sizlarga. Pi6 nima deyiladi? Xullas, nimadir degan mod ekan. Hop, qaranglar do'stlar, har xil narsalar olamiz. Mana bunaqa va xalta ham olamiz do'stlar. Qaranglar. Hop. Qaranglar, buni tashlasa juda ham chiroyli har xil animatsiya bilan tushadi. Qaranglar do'stlar. Opana. Bo'l. Mana do'stlar, qaranglar, qanchalik chiroyli va zo'r. Xullas, juda ham zo'r. Xullas, menga yoqdi. Mana shu mod bilan ko'p chiroyli qilaman va juda ham zo'r mod. Xullas, mana shunday mod. Qaranglar do'stlar. Bu har xil animatsiya bilan tushadi. Misol uchun, boshqa kompyuterda o'ynaydiganlar bo'lsa, maza qilib o'ynaydi, chunki buni tashlayotganda har xil dumalab tushadi-da. Bu Android versiyaligi uchun, telefonga uchun. Xullas, shunaqa ustiga bosib tursanglar oladi va o'tirsanglar ham oladi do'stlar. Zo'r bu. Xullas do'stlar, bu 2-chi mod edi va biz 3-chi modga o'tamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, 3-chi modimiz bo'lsa, hozir ko'rsataman do'stlar sizlarga. Hop, pastroqqa tushamiz. Mana bu uy jihozlar modi do'stlar. Qaranglar zo'rligini. Bu Craftopia uy jihoz modi. Bunda juda ham ko'p nima deydi, uy jihozlar bor. Har xil oyna, pichoq ilgich, yana deraza, xullas shunaqa narsalar bor. Va stul, kravat va kofelar, har xil qog'ozlar, yana archalar, xullas korobkalar, mana nima deydi, bekitilgan uyga o'xshagan taxta oynalarni yopib qo'yadi, xullas shunaqalar, har xil narsalar, xullas uy jihozdagi nima deydi, oshxona shkoflari, hop, yana nimalar bor, narvon va shunday narsalar. Va oldingi modni ovqatlari bu har xil undan nima deydi, daraxtdan tushadigan mevalar do'stlar. Xullas do'stlar, keyingi modimiz bo'lsa, mana bu
pul modi do'stlar. Pul. Bu juda ham zo'r pul modi bo'lsa, qaralar. Zo'rligi misol uchun qishloqda nima deydi? Bu bo'lsa 4-mod. Adashmasam 4mi, 5mi? Mayli, uni montajda ko'rsatib yuboraman. Do'stlar, mana shu mod, bu keyingi mod. Pul boshqa, bu telefon boshqa do'stlar. Xullas do'stlar, bizning oxirgi modimiz do'stlar. Xullas sizlarga ko'rsataman hozir do'stlar. Oxirgi mod do'stlar. Hozir bu oxirgi mod emas ekan do'stlar. Bu 6-mod, 6-modda. Xullas qaranglar do'stlar, bu nima deydi? Xullas kechasi chap qo'lga fakil olsa bo'ladi do'stlar buni. Bu modda xullas qaranglar do'stlar. Hozir mana do'stlar, уже kechasi qilyapman. Hop. Mana bo'ldi, kechasi bo'ldi. Xullas do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Har xil yorug'lik taratadi va chap qo'lga ham olsa bo'ladi buni. Va mana bunda oddiysi ham qilsa bo'ladi. Prosta bunga chap qo'lga olib bo'lmaydi bunisini. Bunisida bo'lsa olib bo'ladi. Prosta inventarga nima deydi? Craftingga kirib, xullas craftingga solib boshqacha fakelni olsanglar bo'ladi do'stlar. Xullas boshqa narsalarga ham o'xshaydimi, yo'qmi hozir ko'rsataman. Buni olib tashlaymiz. Xo'p, bunda o'xshamas ekan. Bunda ham o'xshamas ekan do'stlar. Bunda o'xshar ekan lekin. Bunda ham o'xshamas ekan. Lekin oldingi modlarimda, mana shunday modlarimda o'xshardi barchasida. Xo'p do'stlar, mana shunday mod edi. Biz bo'lsa keyingi modga o'tamiz. Xullas do'stlar, oxirgi 7-modimiz bo'lsa, hozir do'stlar sizlarga ko'rsataman. Misol uchun survivalda выживание qilib yuribsizlarda, xullas qaranglar, u rudalar topish juda ham qiyin bo'lib ketyapti. Bu mod bo'lsa osonlashtirib beradi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Izumrud, redstone chiqyapti. Ana yana redstone chiqdi. Ko'mir, temir chiqdi ana. Yana temir, lazurit chiqdi. Yana izumrud, temir, redstone. Shunaqa narsalar chiqib yuradi va lazurit, yana redstone, yana bir balolar. Xullas, olmos chiqadigan eng tagiga tushsanglar, jangda eng tagiga emas, katta g'orlarda bo'lsa, ko'proq olmos chiqadi do'stlar. Hozir do'stlar sizlarga olmos topib beraman. Ko'p balo olmos topib beraman, qaranglar. Izumrudni ko'ryapsizlarmi? Mana olmos do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Ana yerda ham olmos. Va bu yerda katta mana shunday shaxtalarda bo'ladi. Yoki prosta tek kovlab chiqsanglar, o'zi chiqadi. Mana yana olmos va redstone. Hop, bu yerda bo'lsa yana bitta izumrud. Hop, juda ham qorong'imi? Hop, do'stlar, mana shunday. Bu yerda yana izumrud. Xullas do'stlar, hozir do'stlar sizlarga ko'rinishi uchun mana bunday qilib olaman. Mana olmos, yana izumrud. Xullas, bu modda izumrud ko'proq qo'shilgan, nimaga desanglar bilmadim. Lekin qishloqlar bilan masof savdolashasizlar lekin. Xullas, zo'r mod, выживание uchun kerakli mod. Xo'p, mana shunday mod edi do'stlar, oxirgi mod ham. Xullas do'stlar, videomiz o'zining nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana shu modlarni o'rnating deb kommentariyada yozib qoldirsangiz, men o'rnatishni o'rgataman do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Craft Gaming bo'ldim. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.